Rossiyadagi hayotimizda ertalabdan qaynar xumcha boshlandi. Ishga kerakli narsalarni hammasini taxlab soldim. Rabochiy kiyimlarimni chiroyli qilib paketlar ichiga qo'yib qo'ydim, chunki g'ijim bo'lib ketadi demasa. Kiyimimni almashtirib, endi choyimni ichamanmi desam, bizni xursand qilib ertalabdan ayam kelib qoldi. Shunaqa vkусняшкалар olib kelib, ertalabdan shunaqa bankalarni yeb, ishga chiqib ketdim. Birinchi zakazim ofis. Ofisda bu safar 2 soat ishladim, chunki kuchukchasi 2 kun qatnab hamma joyda jim tashlagan ekan. Ishchilarga nima o'zi ofisga kuchukni olib keldi desam, "Voy, bizni rosa xursand qildi" deydi. "O'la qoling, siz xursand bo'lmaysiz. Xursand bo'lgach, men jun tozalagich" dedimda, jahlim chiqib, endi zakazga kiramanmi desam, bechora klientim kasal bo'lib qolib, ozroq senga pul o'tkazib beray, boshqa kunga o'tkazaylik deb yozgan ekan. Men Instagramdagi chiroyli kommentariyalarni o'qib, mahv bo'lib qaramabman ham WhatsAppga. Keyin ikkinchi klientimga yozib yubordim. "Sanikiga boraymi" desam, "Kelaver" dedi. "Sen bo'lmasang boshqasi" deb keyin ketdim bu zakazga. Bu zakazda har doimgidek bir haftada 2 marta kelaman, 2,5 soatda chiqib ketaman uyda. Tez ishlab bugun soat 4 gacha chiqib ketdim. 5 da уже uyda bo'ldim. Uyga kelib srazu spagetti sho'rvalarni solib qo'ydim. Erimda choylarini damlab, ovqat yeyishga chaqirdim va kechki sayrga Asazoda bilan chiqdik rolikda uchishga. O'zim yoshligimda rosa voleybol, basketbol kurashlarga qatnashganman. Qarasam to'p turgan ekan. Birpasgina o'zim ham yoshlikda eslab to'p o'ynadim. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman.